Dostluk Production. Dostluk Production Stüdyo hizmetlerimiz. Türkmenistan vatandaşların dikkatine. İstanbul içerisinde düğün çekimleri, dış çekimler, kısa filmleri en uygun fiyata Dostluk Production Stüdyo tarafından profesyonel ekipmanları ile hizmet vermekteyiz. Bizim ile irtibat kurmak için WhatsApp, Facebook, Instagram, İmo ve cep telefon numaradan iletişime geçebilirsiniz. Rahmet sağ olun. Yegelerge kullapsın, ne veremem, katta jigitler bulsun, Kuday canım. Hemen yerlerden, yerlerge jigsin. Allah'ından da nazar saklasın. Adam gelsin. Gelin toyumuza yar. Toy 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 toy, bugün bizde toy. Elimiz verip ele gel bilise balık kurulu. Vay 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 vay. Nazir aydınlar aydın, Sadiyen tarla sanıp hedil bir pinle. Hani mihmanlar durmasın, aylanıp kuş tepsin, lezgin oynasın. Üstün başında her kim, bir de bilsinler dünyada balıklı yaşlar. Öğlenyen, çıkıyan, kıyıp baralıyor, toy bir kana. Toy 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 toy, bugün bizde toy. Bugün bizde toy, kutlap gelin toyumuza yar. Toy 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 toy, bugün bizde toy. Elimiz verip ele gel bilise balık kurulu. Vay 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 vay. Gelin toyumuza. Vay 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 vay. Toy 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 toy, bugün bizde toy. El ele verip ele gel bilise balık kurulu. Toy 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 toy, bugün bizde toy. Bugün bizde toy, kutlap gelin toyumuza yar. Toy 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 toy, bugün bizde toy.
Hasretin dertlerinin en ağırını bölüştürdü bize, dağıttı gurbet. Koyduk bile lafına yeni. Ne yapacağım şu turdan alacağım. Oynama oturacaksın. Ahmet Güller'deyim, Yeni Güller'deyim. Yine kalsa en cirit bu geçişinden. İki yaştan vakitten kursulamadı. Hayatlar amal var. Sağlık olsun.
inasına bakalım. İlgi kiraklı etmişsin nasıl? Tüm kamyon kapan duydu sizler. Filmle kuşak ağrısı. Bu ne etmişsin niye tercih etmişsin nasıl? Sağ olasın. Sağ olasın. Aşklar, sağ olun, kaçlar büyüsün, böyle minnet sattası var, halı olsun. Aşklar, koyuyla buyuracağım. Oldu. Sağ olasın. Haklı oldu. Aziz mehmonlarimiz, alayda joylaringizda turib, Guldiroz qarsaklar ostida kechamizning to'y egalarini davramizga Guldiroz qarsaklar bilan kutib oldik. Assalom sizlarga el insonlari, assalom sizlarga yurt ayollari. Ularga kabi ochilgan gul g'onchalari, albommish yigitlari, chevar qizlari. Assalomu alaykum. Qalbi daryo, mehriga, jondan aziz, dilga yaqin bo'lgan barcha aziz mehmonlarimiz, xush kelibsizlar bu oqshom quvonchli sunnat musulmon to'ylariga deymiz. Aziz mehmonlarimiz, o'zlaringizga voqif bu oqshom Ergashevlar oilasida katta tantana, katta to'y. Bu to'yning ham sababkorlari bo'lgan O'ktamjon hamda Gulnaraxon kelinimizning sevikli farzandlari bo'lgan quvonchli yosh musulmon to'ylari ekan. Kelingizlar, mana shu yerga ota-onasini hurmat izzat qilib kelgan barcha do'st-yo'llari, qavm qarindoshlari tomonidan jajjigina o'tkazamiz. Bugungi to'ygan yosh musulmon to'yingiz qutli muborak bo'lsin deymiz. Sokmangiz, duo qiling bolangiz. Ip eshakka so'kishga hayo qiling bolangiz. Rasululloh deydilar, yuzlaridan yog'ib nur. Bolalar bu jannatning guli rayhonlaridir. To'g'ri, ba'zi gul rayhonlar ham kuydirar. Sho'xligi ortib ketsin, joningizdan to'ydirar. Otam derdi, bolani so'kish asli emas edi. Jahlingiz chiqsa ayting, xumpar yoki nodon deb. Aslo demang, ol la'nat, so'kib bilib qo'ying, shuning so'kilish ham bir san'at. O'g'il bolani berganda Xudo boshidan davlatini sochib qo'yar ekan. Qizaloqni ravo ko'rganda Alloh jannat eshiklarini ochib qo'yar ekan. Hurmatli mehmonlarimiz, ana endi har narsaning ochilishi bo'lgani kabi bugungi to'yimizni ochib berishi tabrik so'z navbatini hurmat ehtiromidan Geldiyor babasi kerak tabrik so'z navbati to'y mikrofoni sizga muntazir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Jahlimlar yaqindan kelib alayhi qardoshlar. Mana bugungi oshxonamizga asosiy sababkorlarimiz yo'lboshchisi Bekat uchasizlar kelgan. Keyin
Shuning bilan to'yimizni ochiq deb e'lon qilamiz. O'ksinma dunyoning shodligini deb. Oqilma hayotning yoz qishini deb. Ko'rasan. Bir kuni yaxshi bo'ladi. Keladi zo'rlari ala. Tugaydi gunohlar, tugaydi ma'nomat. Kelganda bir kun umr oxiri ko'rasan, hammasi yaxshi bo'ladi. Aziz mehmonlarimiz, hurmatli bu egalardan hurmat bildirib kelgan barcha azizlarimiz, oxirimizga esa keng safarga yozilgan usullar boshiga o'tirishlaringizga ruxsat beramiz. Barchalaringizga yakunda ishlar tilaymiz. Azizlar, ofiyat olsun deymiz. Hurmatli mehmonlarimiz, o'rtalaringizlar, har bir to'y qo'shiqsiz, kuysiz o'tmaydi albatta. Bu oqshom Quvonchxonning bugungi yosh qizlar to'ylariga o'zining go'zal qo'shiqlari bilan to'yman
Kayda bulsam kanki bu
Günlerimde kıvanç bulgan kuzim Yelken takıp delde olarak güzüm Yaxşı bulup gitişme yeter gözüm Kara günde kalır vatan en yakın Dostum dedim dünya nimetleri yalan Dost bulmaydı bilsen şarap ya ki can Kayda bulsan kanki buldun sağlaman Benim dostum, benim dostum Korkma dostum oldu dünya gider gider Yalancıda kayma yakşı yalan der Kalan gülgen dostlar niyetine yeter Benim dostum, benim dostum Başınızdan tutma diye Yoksa ciğerleriniz bilme diye Yüzde gülgün yürek uçsuz yığma diye Misafirde yürüyen dostlar Allah sizni asrasın İş boşuna bismillah deb boşlagan Uxlamay tamam günce işlagan O'zini emas oilasini o'ylagan Misafirda yurgan do'stlar Allah sizni asrasin, asrasin, asrasin Allah sizni asrasin Misafirda yurgan
Hoşuma gitti, dilimde bitti, ne oldu? Zoruna mı gitti? Kalbimi kırdın bin defa, sakın dönme ardıma. Son kez geldim kapına, tüm aşkların adına. Yeminlerle gideri, tövbelerle göreri. Allah affet yeter mi, senin gibi seveni?
hurmatli mehmonlarimiz, kechamiz yaxshi qo'shiqlar, ajoyib raqslar juda qiziqarli boshlanib ketdi. Endi mana shu yerda to'y boshida Mehri mamasi tomonidan 5 ta ro'mol, Rayhon mamasi tomonidan 5 ta Dubayskiy material davramizga prezident kelib chiqandi. Hozir davramizda qo'shiqlarimizga xos va mos qilib o'ynagan mehmonlarimizning ismlari tizimda kelib Xuzoy, Mavluda, Qirmiz ammasi, Fatma ammasi, Nargiz, Feruza, Rayhon ammasining do'stlari. Kelingizlar, san'atchilarimiz. İsimlerin zikir edilgen mehmanlar. Hadi. Aferin. Coşun. Gelin gidelim. Hadi. Oğlum Hatay, Kırmızı, Mavluda, Fatima, Nargiz, Feruza. Gelin gidelim. İsimlerin zikir edilgen mehmanlarımız. Aferin. Coşun. Hadi. Hadi oğlum gidelim. Hadi. Kim haqqı, kim nohaq, Allah biladi. Hammamiz Allohning bandalarimiz. Kimga shon kerak, kimga birdano. Kim shodon, kim esa miskin bag'ri xon. Ojizda ham bitta, zilda ham bir jon. Hammamiz Allohning bandalarimiz. Nafs ishini yugurib, chopilgan emas. Haq yo'lda as qotmas, topilgan emas. Eng oxir to'proqdir, yopilgan emas. Hammamiz Allohning bandalarimiz. Bahordan yiysang, dalangdan qaytur. Oxir biz chiqsang, nolangdan qaytur. Ketsin, otang ketmasin, onang ketmasin, boshingdagi toji Ka'bang ketmasin. Salomat bo'lingizlar aziz mehmonlarimiz, hurmatli mehmonlarimiz. Endi yana ham navbatimizni tabrik so'zlariga o'tgan qoldi. Hozirgi tabrik so'zlarini hurmat ehtirom edi. Endi to'y egalari ortaga kelasizlar. Harnaqal singlimizning ajoyib sovg'alar uchun san'atkorlarimiz soz bo'lsin. To'y egalari o'rta Gulnora kelmas. Kelingizlar. Quvonchli ham birgalikda olib kelingizlar.
Quvonchli Safargul yangasi. Keling, tabrik so'roqlardan sizdan eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, kelgan mehmonlar. Mana bugun quvonchli sunnat to'yi ekan. Quvonchga uzoq umr, jon sog'lik tilayman. Nasib qilsa oldida o'tgan ro'yxatlardan inaqasi vafoli bo'lsin. Nasib qilsa sunnat to'ylar o'tiribmiz. Nasib qilsa kelin to'ylarda o'tirib nasib qilsa. Rahmat. Tog'alari, xalalari nomidan ataylangan sog'lik so'z beramiz. Rahmat Safargul yangasining sog'alari uchun ham san'atkorlarimiz so'z bilan to'ygalari. Kelingizlar o'rtaga. Ko'kda hamda Gulnora kelimiz quvonch uchun sog'alar bor. Qani Safargul yangasining uchun sog'alari. Sog'alarni qabul qilasiz, hurmatli to'ygalari. Berilgan sog'alar hurmatli to'ygalari sizlar uchun abadiy esda chiqmaydigan eng yaxshi sog'alardan bo'lsin. Rahmat Safargul yangasi. Berilgan sog'alar abadiy bo'lsin. Sog'alar birin-ketin kelishyapti mehmonlarimiz. Shoshilmasdan asta-asta topshiringizlar. Shoshilmasdan birin-birin topshiringizlar iltimoslarni. Shoshmasdan sog'alarni chunki kameradan aniq ko'rinsin. Sog'alarni shoshmasdan topshiringizlar mehmonlarimiz. Oralar akasi keling. Oralar akasi. Sağlar nereye kelishyapti? Mehmonlarimiz shoshmasdan asta sekinlik bilan sog'alarni topshiringizlar. Mehmonlarimiz shoshmangizlar. Asta-asta. Chunki kamera bilan iltimos shoshmasdan topshiringizlar. O'ynayman o'ynaysan. Qani. Sog'lar mana o'ynaysan. Hurmatli to'ygalari. Sahnelerimiz rahmat barcha mehmonlarimiz bergan sovg'alaringiz to'ygalari uchun abadiy esda chiqmaydigan yaxshi sovg'alardan bo'lsin deymizlar. Ana endi tabrik so'znomasini mana shu yerda o'ktamning yoshlikdan beri bir-birimizga to'niya qo'shamiz degan oshnasi bor bular shu yerda. Marhamat qilib Bobashir oshnasi. To'n yopishgan oshnalaridan Bobashir. Keling tabrik so'znomasini sizlardan eshitmoqchimiz. Eng qiymatli oshnalardan Bobashir oshnasi. Sizlarga rahmat. Salomlar bermoqchiman. Akşam bergan kishilar orasida to'y, to'y san'atlari, sunnat to'yi. Ota-onasiga mehmon olsin. Amaliyotlar bo'lsin, inshaalloh oshmaylar bo'lsin. Pullar bor bo'lsin. Boshdan tabriklayman. Nevara keyin bilan ko'rsatadi. Nevara armiya to'yi, keyin kunlarda
Bilingizlar, Babashir oshnangizning, do'stingizning sovg'alari sizlar uchun. Do'sting bo'lsa, teng bo'lsa, yurak g'aming keng bo'lsa, mehnatda ham rohatda, doim hamrohing bo'lsa. Ha! Rahmat! Babashir oshnasi, keliniz. Oshna do'stlaringiz uchun bergan sovg'alar esda chiqmaydigan yaxshi sovg'alardan bo'lsangiz, sizlarning do'stliklaringiz abadiy bo'lsin, mustahkam bo'lsin. Tomonidan 2 ta nobur, 3 ta ro'mol davramizga prezga kelib tushdi. Endi mana shu yerda mehmonlarimiz, to'y egalari tomonidan eng yaqin qarindoshlariga, qavmi qarindoshlariga, oshna do'stlariga, momonlariga, bobolariga sovg'alari bor. Olib keling, qolamiz. Birin-ketin ismlaringizni zikr etmoqchiman, aytmoqchiman kelib, o'rtaga chiqishlaringizni so'raymiz mehmonlarimiz. Mana shu yerga o'rtamning barcha oshlari kelingizlar. Hammalaringizning kelinlari bilan birgalikda sizlar uchun to'y egalari tomonidan
Şaşırıp gitme yanımda ey Dilbar. Geceler bedar, usuzluklar bulup bemar, bemar. Olsa verdi canımı, nohat bir rahmet vermedi koluma. Yok ki sevgenin var mı gümanıma, ne kadar iliştirmedi bonumu. Hadi adamım oğlama, ben bitti gitti bonuma. Yarı bulup alıp bizim bilemem. Bu yasanın gülü, kıyda kere gülü. Sonra döküp yüreğime, yüreğime.
gül Arasın saçın tarih, bedenin tarih Bunların teri Bugün gitçin bari, girdim deri Tam soyunay, boşadıkları hali Göçürçün hali, kıymalı hali Bu gecenin hali, geçmesin bu ring Aşkın deri, zile olma gel başkaları Sen taşla kimlisin, taşla mali Aşkın gelme gel yerine hali Sen gördün senin tam soyunamalı Yeni damatlar, birinci şartlar Sadece yaratlar Onu taraflar, birinci taraflar Atlan, bir hareketli Sen çok boşanmış, ben çok hareketli Farkı yapma, bir de beni hareketli
aydayım aşığımla bas bas Yüreğimin esiri kalıp duran aşk Bravo'suz aydayım aşığımla bas bas Sarı kasım değilsene Sarı kasım değilsene Kanı kasım değilsene Yazı kasım değilsene Ömrümün şürgünde olur kasım değilsene Yüreğimin esiri kalıp duran aşk Bravo'suz aydayım aşığımla bas bas Bilmesin aşağı gözlerinde şaş şaş Artık görünmesine özgürlükten tas tas
Oynama şekiden şekiden, oynama şekiden şekiden, oynama şekiden şekiden. Ah yanarlar akacağız. Hadi canım, hadi canım. Yanarım geldi ama eyvallah canım. Bana baksana ya, sensiz yaşayan bana esir bir canım. Bu aşkın haline. Hoppa Gangnam Style.
eşki yaman da Güzümen tamam da Kafa bulmasın der Yaman kök amanda Eşki yaman da Güzümen tamam da Kafa bulmasın der Yaman kök amanda Yaman yaman eşki yaman Biline gözüne Yaman yaman eşki yaman Biline sesine Yaman yaman eşki yaman Biline gözüne Yaman yaman eşki yaman Biline sesine
Rıfat. Hazır akarım. İsimlerinizi geri tekin ekranlar. Sanatkarlarımız saz basın, karyakalaklık, açlarının sağlıkları için. Gelin güzel. Gelin keva. Arama arkadaşları. Eskan kumenlige. Endi esa O'ktam akamizning ko'kniyatlik oshlaridan Oybekjon keling, qanday so'zlardan sizdan eshitamiz. Ana bu
mehmonlarimiz davrini kengroq olingizlar. Tabrik so'znobatini Nurali bobosi, Rayhon mamasi. Nurali bobosi keling, tabrik so'znobatini sizdan eshitamiz. Assalomu alaykum hammalaringizga. Rahmat, sog' uzun hamısı sağlıkta, yaxşı günlərdə hamısı zaten hamılarına rəhmət sağ olsun. Dünya zaman çıxırız. Benim için bir türlü olmaz, oğlum kuvvet yani. Babasının kimi? Baba kimisi? Babasının bir tanesi yani. Mana shu yerda Rayhon mamasining to'plari ham bor, shirinlik to'plari. San'atkorlarimiz soz bo'lsin. Nurali bobosining, Rayhon mamasining sog'lig'ini qo'yinglar. Doktorjon, aytganlaringizni bajarib bersangiz, Nurali bobosi Rayhon mamasi tomonidan berilgan sovg'alar sizlar shu abadiy esdan chiqmaydigan yaxshi sovg'alardan biri bo'lsin deyman. Salomat bo'linglar. Yerimizda muhabbat. Endi hurmatli mehmonlarimiz, davrani kengroq olasizlar. Mamajonim, bir mun shoshmay turing. Davramizga pastalar kelsin. Meni ham mamasi. Azizlar, gildiroz qarsaylaringiz ostida Rayhon mamasining shirinlik tortlari bugun quvonch ukamiz uchun sunnat to'yiga atalgan gildiroz qarsaklar bilan azizlar, qani amali yo'q so'zlardan, hayosi yo'q ko'zlardan, ikki yuzli do'stlardan Allah sizni asrasin. Boshga kelar kulfatdan, ichi qora ulfatdan, hatto quruq tuhmatdan Allah sizni asrasin. Gapni tushunmagandan, ma'murut qabul qilgandan, shunaqa men degandan Allah sizni asrasin. Hayotingiz qadrini, sirdoshingiz dardini bilmaydigan kimsadan Rabbim sizni asrasin. Rabbim asra yaxshini, yomonlarni qarshini, har bir ishga yaxshini Rabbim o'zi asrasin deb mehmonlarimiz, iltimoslarni davrani kengroq olingizlar. Shampanskalarni oching.
alkışlaşmadık. Bana şuradan O'ktamjon. Bugün siz dünyada eng baxtli insonsiz. Chunki onangiz yoningizda. Aytadilar-ki, bahorda ne eksang, dadangdan qaytur. Oq urib ko'z chiqsang, molangdan qaytur. Onangni asrasang, bolangdan qaytur. Mayli sharafli toshi tas kelsa kelsin, onang ketmasin, otang ketmasin. Boshingdagi qoshi kabi ketmasin. Endi onajonning ajoyib so'zlari bor. Bugun siz uchun eng baxtli kunlardan biri qalamas. Mana shu jajigina quvonchga bo'lgan o'g'lingizga, keliningizga eng og'iz shirin so'z sizdan. Ana endi momasini o'zining otidan oltin nikoh uzuklari topshiriladi. Bir ovozlar bilan guldiroz qarsanglar bilan azizlar. Qani? O'ktamjon, Gulmara bir-birlaringizga nikoh uzuklarini, oltin uzuklaringizni taqdim etgaysizlar. Baland qarsanglar bilan azizlar. Qani? Oltin uzik muborak bo'lsin. Qani qadaqlar. 1, 2, 7 ketdi. Olingizlar qadaqlarni. Ko'taring do'stlarim ushbu qadaqlar. Dunyoda sevgining borligi uchun. Ko'taring do'stlarim ushbu qadaqni. Quvonch ukamizning bugungi yosh musulmon to'ylari uchun. Olingizlar azizlar qadaqlar. Yig'lasinmaydi. Sochlari sunbullar yig'lasinmaydi. Buyuk ko'kdan tog' yig'lasinmaydi. Yigit yig'lamasin dunyoda. Salomlar bo'lingizlar. To'ylar muborak bo'lsin deymiz, O'ktamjon. Ilohim xonadoningizda baralla to'ylar ovozi yangrayversin. Bugün Quvonch ukamizning yosh musulmon to'ylarida o'tirgan bo'lsak, Allohdan tilaymizki, nasib qilsa kelin to'ylarida, armiya to'ylarida, diplom to'ylarida mana shunday o'tirish sizni bizga muyassar etsin azizlar. To'ylaringiz to'ylarga ulashsin. Rahmat. Endi esa O'ktamjon bois bo'ladi. Keng davramizga O'ktam ukamizni oshna do'stlari hammalaringizni o'rtaga bo'lishiga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Sevgida seni haslab nafrat kabubi kafan. Nega ko'ndi bu ishq, nega so'ndi bu ishq, yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Nega ko'ndi bu ishq, nega so'ndi bu ishq, yolg'on bo'ldi bu ishq. Boş
Yeni günde derdini aytayman Sevgine uyup bitsin Hayalga ketayman Gözüm canlanı Şaharga bo'lib ketdi Kendini Toshkentlarga ketdi Yeni günde derdini aytayman Sevgine uyup bitsin Hayalga ketayman Market şoyimize Mana shu yerda quvonchli xalalarning shirinlik to'plari bor. Bugungi musulmon to'ylariga birgalikda xalalari, shirinlik to'plari barcha xalalari quvonchli bugungi yosh musulmon to'ylari uchun shirinlik to'plarini ataylangan chiqmasin xalqim ayollaring mehr vafoli xo'p qizlaring ibodat hayoli qo'ying o'tsin bir sho'x navoli boshing to'ydan chiqmasin xalqim qizi yo'qqa bir go'zal qiz ber o'g'li yo'qqa qolg'uvchi iz ber bersa tagir berar har doim boshing to'ydan chiqmasin xalqim salomat bo'lingizlar xalalari omon bo'lingizlar. Ana endi davom ettiramiz. Yana ham o'yinga sizlarni taklif qilib qolamiz. Kerak
sayesinde, dedemin sayesinde. Yürüme beni söylerim, dedemin sayesinde, dedemin sayesinde, dedemin sayesinde. Yürüme bendeki, dedemin sayesinde.
sanatkorlarimiz so'z bilan. Juda ham ajoyib qiziqarli o'tdi. Amin. Aytganingiz bajo kelsin. Bugungi to'yimiz juda ham ajoyib qiziqarli o'tdi. Yana bir marta quvonchimiz, sizga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Nasib qilsa sizning kelin to'ylaringizda o'tirish sizni bizga muyassar etsin deymiz. Xonadoningizda doimo to'ylar ovozi barallayversin deymiz. Yana to'ylar ustida ko'rishguncha aziz mehmonlarimiz, Allohga imorat bo'ling, boshqa qoling deymizda. Barcha aziz mehmonlarimizga kelganlaringizga kattadan katta tashakkurlarni bildiramiz. San'atkorlarimizga san'atlaringizga san'at, ovozlaringizga ovoz baralla qo'shilaversin deymiz. Mana shu yerda Do'stlik Production tasvirga olgan sizning ham ishlaringizda doim omad tilaymiz. Barcha mehmonlarimiz rahmat sizlarning kelganlaringiz uchun. Canım
sizlar uchun yana davom qilamiz. Endigi to'ylarda akajonim shartga qarang.